chiroyli, qimmat restoranga olib borib rasmga tushirib bersangiz bo'ldi. Yeyish kerak emas, yeyish shart emas. Yeyish ikkinchi darajali. Har xil soha xodimlari chiqdi bugun. Alloh taolo ularning umrlariga baraka bersin. Gul olib berish kerak. Unaqa qilish kerak. Holidan xabar olish kerak. Sizga gul olib kelmadimi, erkak sizni sevmaydi. Siz pul so'raganingizda aytgan pulingizni nima uchun deb tergasa, demak siz uni e'tiboridan qolgansiz degan gaplar chiqyapti bugun. Buni ayollar eshityapti. Birodar, erkakda bo'lsa sizga beradi-da. Bo'lmasa, o'zi yonida kam bo'lsa, qancha kerak deydi-da, nima qilsin? O'zi ro'zg'orni zo'rg'a eplayotgan bo'lsa, gulni qayerdan olsin? Birodar. Bugun gul ham qimmat bo'lsa, o'zi zo'rg'a farzandiga oyoq kiyim yetishmaydi.